قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 20-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan yangi mazmun biz ilgirki soatlik darsimizdan boshlab fe'llarningki cho'ng jihatdan ikki turga bo'linganligi, ya'ni sulati, rubai deb, uningdan keyin sulatini mujarrad va mazid deb ikkiga bo'lgan. Uningdan keyin biz mujarradning 6 bobini bayon qilib o'rganib o'tgan. Onundan keyin sulati mazidninki fa'ala yufa'ilu babini, af'ala yuf'ilu babini, fa'ala yufa'ilu babini o'rgangan. Endi biz shu sulati mazid babninki davomini o'rganamiz. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan sulati mazidninki yangi bobi, yangi o'lchami tafa'ala yatafa'alu babi. Xuddi ta'allama yata'allamu deganga o'xshash. Ta'allama yata'allamu degan fe'llarningki hammasi mushu tafa'ala yatafa'alu bobiga tushadi. Bugungi darsimizning tekstimi mushu bobga tushadigan fe'llar ko'p uchraydi. Sizlar mushuninki madi, muzari va masdar, amir, ism fa'il, ism maf'ullarga diqqat qilasizlar. Hamda buningdan ism fa'il, ism maf'ul, ism zaman, ism makan va amr chiqarish ahvollari yuqorqi darslarimiz o'rgangan qoida bo'yicha bo'ladi. Ya'ni ism fa'il mudoriyat harfiga pashu qilgan mimni akirish bilan oxirining ilgirki harfini zir qilish bilan, ismi maf'ul mudoriyat harfiningki o'rniga pashu qilgan mimni akirish bilan oxirining ilgirki harfini zivir qilish bilan yasaladi. Ismi zaman, ism makan, ism maf'ul o'lchimida chiqadi. Amrmu ilgirki o'rgangan qoidamiz bo'yicha chiqadi. Ya'ni oxirini sukun qilamiz fe'l mudoriyatda. Uningdan keyin mudoriyat harfini olib tashlaymiz, amr yasilib chiqadi. Endi bunun masdari chu desa, bunun masdari tafa'ul chiqadi. Tafa'ul, ta'allum deganga o'xshash. Ta'allum. Ta'allama yata'allamu. O'ganda yata'allamu o'ginadi. Ta'allum bo'lsa o'ginish deganga o'xshash. Ta'akhkhara yata'akhkharu. Buningki misollarini aytib, bugungi tekstimizda buningki so'zliklar ko'p uchraydi. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Qolgan qisqa mazmunlarni biz dars ko'nikmasini ishlagan vaqtimizda tushuntirib ma'amiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul 20, 20-dars. Al-mudarrisu ta'akhkharta ya Usama. Usama, kechikdingiz. Ta'akhkharta, kechikdingiz siz. Ayna kunta, qayerda bo'ldingiz? La tu'akhidni ya ustaz. Ey ustaz, mendan hisob olmang. Ya'ni mendan hisob olmang degan gapni biz o'rga vaqtimizda uyg'ur tilimizda o'lchamlik tilga meni kechiring degan gapni bildiradi. Ammo buning asli ma'nosi oxada hisob oldi, yuaxidu hisob oladi. La tuaxidni bo'lsa mendan hisob olmang. Innama zahabtu ila al-mutawadda li atawadda. Faqatlam badim taharat xonaga, ya'ni taharat oldigan o'ringa taharat elish uchun. Mutawadda bo'lsa taharat oldigan o'rin. Li atawadda taharat elish uchun. Bu mu tawaddaa yatawaddau. Taharat oldi, taharat oladi. Tafa'ala yatafa'alu babin. Faqad hana vaqtus salat. Namoz vaqti bo'ldi. Hana degan vaqti kirdi degan gap. Ka'annaka turidu an taqula shay'an ya Musa. Musa, xuddi ka sen bir narsa deyishni xohlaydigandek. Na'am. تلقيت اليوم رسالة من والدي إنه يسلم عليك. Şundaq, bugün dadamdan bir parça xat topshirib oldim. İnnehu yusallimu aleyk. O sizga salam aytidi. Aleyke ve aleyhisselam. Sana ve onunğa salam bo'lsin. Cezahullahu khayra. Allah onu yaxshilik bilan mukofotlasin. İza katabta ilayhi faballighu tahiyyati. Agar uningga yazsang, faballighu, ballaga yuballighu, yetkizdi, yetkizudi. Yetkizgun uningga tahiyyati, mening salamimni. Tahiyya degan salam degan. Naqra'ul ana hadithan. Endi hadis o'qiymiz.
Yektubu ala sabura do'stga yozadi. Iqra'hu ya Usama. Usama uni o'qi. An Uthman radhiyallohu anhu qal. Uthman radhiyallohu anhu dedi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sizlarning yaxshinglar Qur'onni o'rgangan va o'rgatgan kishi. Xayrukum sizlarning yaxshinglar man ta'allama. Balki man ism mavsul ma'nosida. Ta'allama o'rgangan. Qur'onni o'rgangan va allamahu allama o'rgatdi va uni o'rgatgan kishi. من عثمان رضي الله عنه يا علي علي عثمان رضي الله عنه كم هو صحابي جليل أولو صحابه وأحد الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين o to'g'ri yo'lda mang'uchi xalifalarning biri. Rashidin bo'lsa, yani Rashidun asli peshlik holati va bilan Rashidun keladi. Ya mudofun ilayh, yani zirlik o'rni bo'lg'achqa Rashidin ya bilan kelgan. Rashid deb birlik holati to'g'ri yo'lda mang'uchi degan gap. Rashidun bo'lsa to'g'ri yo'lda mang'uchi xalifalar. Ya'ni to'g'ri yo'lda mang'uchi xalifalarning biri. Islomda Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radhiyallohu anhumlarni to'g'ri yo'lda mangan xalifalar deb qaraladi. O'lchamlik Rasulullohningki mangan, yo'lda to'liq mangan sahobalar deb qaraladi, xalifalar deb qaraladi. Limaza yuqalu lahu Zunnurayn ya ustaz? Ustaz, nima uchun uningga, ya'ni u Osmonga Zunnurayn deyiladi? Osman radhiyallohu anhuning yana bir atilishi, ya'ni bir taxallusi Zunnurayn deb ataladi. Nima uchun bundaq Zunnurayn deb ataladi deydi. Zunnurayn degan gap ikki nurliq degan gap. Nur nurayn bo'lsa ikki nur degan gap, ikki nurliq degan gap. Nima uchun uni ikki nurliq deb ataymiz? لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. Chunki o payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlaridan ikki qizni olgan, ya'ni nikohiga olgan. Tazavvaja nikohiga oldi, uylandi degan gap. Rasulullohning qizlaridan ikki qizni uylangan. Huma o ikkisi Ruqiyya va Ummu Kulsum. Ruqiyya va Ummu Kulsum radhiyallohu anhuma. Tazawwaja Ruqiyya radhiyallohu anha. Ruqiyya radhiyallohu anhani uylangan. Va ba'da vafatiha va uning vafotidan keyin yana birini uylangan. Yana biri bilan uylangan. Mata tufiyat Ruqiyya radhiyallohu anha. Ruqiyya radhiyallohu anha qachon vafot bo'ldi? Tufiyata vafot topqizildi, bu majhul shakli. Tavaffa bo'lsa jannat oldi, Alloh jannat oldi degan gap. Tavaffahulloh, Alloh uni jannat oldi degan gap. Tufiya bo'lsa jannat elindi, ya'ni vafot bo'ldi degan gap. Tufiyat va Rasul alayhi salatu vassalam bi Badrin. Rasululloh alayhi salatu vassalam Badrda vafot bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrdagi vaqtida vafot bo'ldi. Ya'ni Rasululloh Badr urushiga qatnashayotgan vaqtda vafot bo'ldi. Takhallafa Uthman radhiyallohu anha anil ma'rika bi sababi maradiha bi amri Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Takhallafa qib qoldi, qib qoldi Uthman radhiyallohu anhu urushdan uning kasal sababi bilan Rasulullohning buyrug'i bilan. Rasulullohning buyrug'i bilan uning kasal sababidan urushdan Osman radhiyallohu qib qoldi. Ya'ni urushga menish oldi kasallab qolgan Osman radhiyallohu anhu uni qarash uchun Rasulullohning buyrug'i bilan qib qolgan. Va aqama bil Madinatul Munawwara yumarriduha. Va tug'an Madina Munawwarada yumarriduha, uni kutish, uni kutib. Uni marrada yumarridu bo'lsa kutdi. Kasal odamni kutishni marrada yumarridu deymiz. Va turdi Madina va turg'izdi Madina Munawwarada uni kutdi. Osman radhiyallohu anhu uni kutdi. ولما رجع رسول الله من بدر زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدردن qaytqan vaqtida lamma qaytqan vaqtida zavvajahu o'ylab qo'ydi u Osman radhiyallohu anhuga uning singlisi qiz qarindishi, o'qtay qiz qarindishi degan bo'ladi. Ummu Kulthum radhiyallohu anha deymiz. Yarinnul jaras qo'ng'iroq chalinadi.
Gaden nezhebu nahnul mutefevvikin ila Mekke'te inşaallah. Aturidune şey'en min hunak. Ete biz mutefevvikin utuq kazanğucular Mekke'ye inşallah barımız. Aturidune şey'en min hunak. Uyadın bir nerse halamsıla. Tekabbalallahu umratakum. Allah ömrünlerini kabul kılsın. Ercu alla tensavni fi davatikum. Duayınlarda meni unutup kalmaslıklarını ümit kılman. İnşallah. Allah halisa. Endi biz bu cümle qarab baqadigan bo'lsak, nahnul mutafawwiqin. Biz utuq qazanğuchilar. Bu cümlede qarmoqqa nahnu mubtada al mutafawwiqin xabaridek. Nima uchun bu xabar degan pashsha qoladi? Nima uchun ya bilan zirlik holati kelib qoldi? Buni biz mashqda so'zlaymiz. Asli mutafawwiqun kelish kerak. Nima bo'lib ya bilan kelib qoldi? Ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Bu sizlarga tekstga asosan beradigan topshiriq mashq. Birincisi limaza ta'akhkhara Usama? Usama nima uchun kechikdi? Man allazi talaqqa risalatan min walidihi? Dadasidan xat topshirib olgani kim? Limaza takhallafa Uthman radhiyallohu anhu an ma'rakati Badr? Uthman radhiyallohu anhu Badr urushidan nima ishga kechikib qoldi? Mata tazawwaja Uthman radhiyallohu anhu Umma Kulthum radhiyallohu anha? Uthman radhiyallohu anhu Ummu Kulthum radhiyallohu anhadan Ummu Kulthum radhiyallohu anhaga qachon uylendi? Tekstimizning javobi buni sizlar ishlaysizlar. Endi bugun o'rgangan yangi babimiz min abwabil fi'li thulathi'il mazid. Thulathi mazid fe'l bablaridan tafa'ala babi. Bunun aldığa ta'din birisi qanday bo'lgan? Artiq bo'lgan. Ta qo'shilgan fa'ala bo'lgan. Artiq oldu onunğa ta fa'din ilgari va ayn du'ifat. İdgam qilinib ikki qatim o'qilgan. Fafihi harfan zaidan. Anda olsa bunu qancha ortiq harf bor ekan? Onunda ortiq zaidan ikki harf bor ekan. Yani ta ve ayndan birisi. Masalan, ta'allama o'rgandi. Tazawwaja deganga o'xshash. Buni tushungan bo'lsanglar, istakhrij min ad-dars al-af'al al-waridata fihi min babi tafa'ala. Tafa'ala babidan kelgan fe'llarni darsdan chiqaring deydi. Darsdan ham tafa'ala babida mushu qilib tushadigan fe'llarni chiqarasizlar. Bu sizlarga topshiriq. Üçüncüsü teammelil misal, misalni mulohaza qiling. Ondan keyin mudari'ni, amrni va ismi fa'ilni va masdarni tuandagi fe'llardan chiqaring. Bizga misolni berdi. Shu misol bo'yicha chiqaramiz. Ta'allama, yata'allamu fi'l mudari. Ta'allam fi'l amr. Muta'allimun ism fa'il. Muta'allimun bo'lsa o'rganguvchi. O'quvchini muta'allim deydi va ta'allumun o'rganish masdar. Endi tuandagi fe'llarni shu bo'yicha mudari, amr, ism fa'il, masdar chiqarasizlar. Tahaddatha so'zladi. Yatahaddathu so'zlaydi. Tahaddath so'zlagin. Mutahaddith so'zlaguvchi. Tahaddus so'zlash. Takallama bu mu so'zlash? Takallama so'zladi. Yatakallamu so'zlaydi. Takallam so'zlagin. Mutakallimun so'zlaguvchi. Ya'ni birinchi shaxsda o'qib biz. Takallumun so'zlash. Tazakkara asladi. Yatazakkaru aslaydi. Tazakkar asligin. Mutazakkirun asliguvchi. Tazakkurun aslash. Ta'akhkhara kechikdi. Yata'akhkharu kechikdi. Ta'akhkhar kechikkin. Mutaakhir kechikkichi, ta'akhkhurun kechikish. Dördüncüsü teammelil misal ثم هات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية. Misalni mulohaza qiling, ondan keyin tuandagi fe'llardan masdar, amr va mudori'ni keltiring deydi. Endi hammasi bu naqis fe'llar. Tagadda tushlik tomoq yedi.
Yatagadda tushlik tomoq yeydi. Tagadda tushlik tomoq yegin. Tagaddin masdar tagaddin yoki at-tagaddi chiqadi, ha? Tafa'ul o'lchimida, tafa'ul. Meli tagaddin deyli, meli tagaddi deyli. Bu tafa'ulun tushmidi qo'y desa, buning asli tagadduyun. Oxirgi kesalar bo'lg'achqa buni sukun qilib qo'ygan bo'ldi, at-tagaddi bo'ldi. Tagaddi oldu yoki tagaddin bo'ldi desak bo'ladi. Ta'ashsha kechki tomoq yedi. Yata'ashsha kechki tomoq yeydi. Ta'ashsha kechki tomoq yegan. Ta'ashshin yoki at-ta'ashshi kechki tomoq yeyish. Bu elif lam bilan kelgan vaqtda ya bilan birga keladi, at-tagaddi deb, at-ta'ashshi. Elif lamsiz kelgan vaqtda tagaddin, ta'ashshin deb oxiridagi kesalar tashlangan holatda keladi. Talaqqa topshirib oldi, yatalaqqa topshirib oladi, talaqqin topshirib, talaqqa topshirib olgan, talaqqin yoki at-talaqqi topshirib elish. Tamanna umid qildi, yatamanna umid qiladi, tamanna umid qilgan, tamannin yoki at-tamanni umid qilish. Ta'anna so'ralmalik qildi, so'ralmalik qildi. Yata'anna so'ralmalik qiladi, ta'anna so'ralmalik qilgan, ta'annin yoki at-ta'anni so'ralmalik qilish. Beshinchisi tuvfiya deydi. Tuvfiya. Asli tavaffa, yetavaffa, tavaffa, yetavaffa. Endi bu tuvfiya degani bu majhul shakl, uqumsiz. Tavaffa bo'lsa Allah cenni aldı degan gap. Tuvfiya bo'lsa jeni elindi, ya'ni vafot bo'ldi degan gap. Tuvfiya bil bina lil majhul. Bu majhulga qurilish bilan mata o'ldi degan ma'noda. Va ismul maf'ul minhu, undan ism maf'ul mutavaffa chiqadi. Mutavaffa degan gap vafot bo'lgan odam degan gap, ha? Vafot bo'lganini biz mutavaffa deymiz. Oltinchisi tafa'ala babining misollarini muloyiza qiling va uningda madi, mudari, amr, masdar, ism fa'il, ism maf'ul, ism makonni muayyanlashtiring. Endi bundan hammasini ayirib chiqasizlar. Ana mutazawwijun. Tazawwaja to'y qildi, yatazawwaju to'y qildi. Mutazawwijun bu ism fa'ilmi, ism maf'ulmi? Ism fa'il. Men to'y qilguvchi bo'lsa, men to'y qilg'iliq, ha? To'y qilganni mutazawwij deb ataymiz. Uridu an atahaddatha ilayka fi mawdu'in muhim. Sizga muhim temada, mavdu' degan gap, tema degan gap. Muhim temada sizga so'zlashni xohlayman. Atahaddatha. Bu qanday fe'l? Fe'l mudari mutakallim shakli. Atakallamu thalatha lughat. 3 tilda so'zlayman. Atakallamu tafa'ala babidan qaysi madimu mudarimu mudari mutakallim shakli. Lam atalaqqa risalatan min ahli mundu shahrin aw akthar. Öyümdekilerden ahl degan gap, öyümdekiler degan gap. Öyümdekilerden bir ay yoki ko'proqdan beri xat topshirib Atalaqqa. Qanday fe'l? Buni ayiraysizlar. Ikkinchisi fit ta'anni as-salam va fil ajala an-nadama. Ta'anni deganning yana bir ma'nosi so'ralmalik degan ma'nosi va yana bir ma'nosi salmoqliq degan gap, ha? Salmoqliq. Fit ta'anni as-salam. Salmoqliqda salomatlik bor. Va fil ajal oldinanqiliqda pushaymon bor. Belki ta'anni qanda tafa'ala babining qaysi xil o'lchimiga tushadi? Masdarmi, ism fa'ilmi, ism maf'ulmi, madimi, mudarimi. Al'an tadhakkartu ismahu. Endi uning ismini aslidim, isimga oldim. Hawala al-lissu dukhul al-bayti bi tasalluq al-jidar. Urundi o'g'ri, qaroqchi degan gap, ha? Qaroqchi uyga kirishga tomg'a yamish bilan. Tasalluq, tafa'ul. Qaysi xil o'lchamdan? Ta'alu nataghadda. Kengla tushlik tomoq yeymiz. Ata'ashsha bu'ayda salatul maghrib. Navasham namozdan keyin bu'ayda bo'lsa, ba'da bo'lsa keyin bu'ayda bo'lsa kichikiltirilish ekan. Teximi killa degan gap, ha? Sham namozidan killa kechki tomoq yeyman.
Nahnu varathatul mutawaffa. Biz mutawaffa, vafot bo'lg'uchininki merosxo'rlari. Varatha degan gap merosxo'rlari. Mutawaffa qaysi xil o'lcham chiqqan? Amutawaddiun anta, siz tarat og'uchimi, ya'ni tarat ilig'liqmi degan gap, tatingiz bormi degan gap. Hadhihi al-hadiqatu mutanaffasu ahli al-Madina. Bu bog'cha Madina ahlininki aramgohi. Tanaffas degan gap nafas oldi. Yatanaffasu nafas. Mutanaffasun bo'lsa nafas oldigan o'rin degan gap, ismi makon. Nafas oldigan o'rindan bo'ladi aramgoh. Xarijul jami'atil islamiyyati ant, siz islom universitetininki xarij degan gap, bitirguvchi degan gap. Xarij deganni bitirib chiqqan odamni biz xarij deymiz. Siz islom universitetini bitirganmi? Na'am, takharrajtu fi kulliyatil lughatil arabiyya am 1400 lil hijri. Shundaq, arab tili fakultetini hijriya 1400-yili bitirdim. Takharrajtu. Qaysi xil o'lchamga tushdi? Modiymi, mudoriymi? Buni ayirasizlar. 14-si qala ta'ala, dedi Alloh taolo, va tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Va tawakkal, tawakkala yatawakkalu. Tawakkal fe'l amri. Tavakkal qilgan, tirik bo'lgan, tirik o'lmaydigan zotga tavakkal qilgan. Va qala va dedi fatalaqqa, topshirib oldi odam min robbihi kelimat, o'zining Robbidan so'zlarni topshirib oldi. Qanday fe'l? 7-si yajuzu hazfu ihda ta'ayn min tatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Endi buni muxotab shakli tatafa'alu chiqadi. Tatafa'alu, ta'ning ikkisi bor. Deydi, to'g'ri bo'ladi, ikki ta'ning birini tashlab o'tish tatafa'alu shaklida. Tatafa'aludan. Xuddi tuandagi ikki misaldagidek. Masalan, tanazzalul malaikatu var ruh, farishtalar va Jibril tushdi desak, Jibril tushdi desak, ruh degandan bo'lgan maqsad ko'pincha mufassirlarningki tafsirisida Jibrilni ko'rsatdi. Farishtalar va ruh tushdi. Bedeki asli tanazzala yatanazzalu. Tatanazzalu ma'u. Tatanazzalu. Bu yerdan bir dona ta tushib ketib, tanazzulu bo'lgan. Tanazzalu. Tanazzalu uning aslisi tatanazzalu deydi. İkincisi, Qur'on-i Karimda "Vala tajassasu", jasuslik qilmanglar. Ya'ni bir-biringizga jasuslik qilmanglar. Bedeki "Vala tajassasu", tajassasa yatajassasu, tafa'ala yatafa'alu. Yatajassasu, tatajassasu. Demak, bu ta'ning ikkisi bir tushib ketgan. Tajassasu uning aslisi tatajassasu, jasuslik qilmanglar. Demak, tafa'ala babining muxotabda ikki tal tabriya kelgan vaqtda bir dona ta'ni tashlasak bo'ladi. Bu qoida. 8-si ta'ammalil misal. Misalni muloyiza qiling, undan keyin kamerani to'liqlang deydi. Birinchisi zawwajani abi bint ammi. Zawwajani abi bint ammi. Zawwaja bo'lsa ippadi, xotnapadi degan gap. Xotnapadi bo'ldi. Ippadi menga dadam tag'amning qizini. Endi tazawwaj oldim. Tazawwaji o'zining qilganligini bildiradi. Oldim tag'amning qizini. Endi buni o'zgartimiz, Allamani zamili al-lughatal yabaniyya. Savoqdashim yapon tilini menga o'rgatdi. Endi biz yapon tilini o'rgandim. Nima deymiz? Allama birovning bir ishni bizga boshqalar tarafidan bo'lishi. Ya'ni allama bo'lsa o'rgatdi, zavojasi ippadi. Endi biz o'zim o'rgandim demoqchi bo'lsak deymiz, ta'allamtul lughatal yabaniyya. Yapon tilini o'rgandim. 9-si lamma raja'a Rasulillahi min Badri zawwajahu ukhtahu Ummu Kulthum. Bu teksti chiqdi. Rasululloh Badrdan qaytgan vaqtda, lamma nimdoq vaqtda zavvaj appadi uning qarindishi Ummu Kulthumni. Bu yerdagi lamma bu mashqdan bo'lgan maqsad. Lamma vaqtda degan bir vaqtni bildiradi bu. Buning arab tilida atalishi hadihi lamma al-hiniyya. Hiniyaning lammasi. Bu hin degan bir vaqtni bildiradigan so'z. Vaqtninki lammasi deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni hiniyaning lammasi. Bu zarf zaman, vaqt ravishi. Va taxtassu bil mazi. Maziga xos, fi'l madiga xos. Ya'ni lamma raja'a. Fi'l madininki 5ga kiradi. Va yakunu javobuha fi'lan madiyan. Va uning javobi nima bo'ladi? Fi'l madi bo'ladi. Demak, bunun bir javob ketadi. Masalan,
Resulullah Bedir'den qaytıverdi. Qaytqan vaqtda nima bo'ldi? Javobi zavvajahu uxtaha. Demak, bu uning javobi bo'ldi. Javobi qanday shaklda keldi? Fi'l modi shaklda. Demak, lamma fi'l modining beshiga kiradi. Buning javob bo'lib kelgan fe'lmi fi'l modi shaklda keladi. Bu bir qoida. Masalan, lamma sami'tul azana azanni anglagan vaqtda yoki anglavedim, azanni anglavedim. Javobi-chu tavaddatu va tavajjahtu ila al-masjid. Taharat aldım, masjidga yuzlandim. Tavajjahtu yuzlandim. Lamma wasalna ila Makkata asra'na ila Baytullahil Haram. Makkaga yetib keldik. Baytullahil Haramga oldirdik. Asra'a oldirdik. Qur'on Karimda İbrahim alayhisolamning qissasida falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Yani kunninki bazaga degan gap chiqdi degan gap oyning chiqishi kunning chiqishiga ma'noda. Oyni chiqqan holatda ko'rvedi İbrahim alayhisolam ko'rvedi. Qala hada rabbi. Mening Rabbim ekan dedi. Demak ko'rvedi degan lamma ko'rvedi. Qala bunun cevabı oldu. 10-incisi gadan nezhabu nahnul mutafawwiqin. Bunu tekstde bir eskertken ata barımız biz utuq qazanğucular. Nahnul mutafawwiqin. Bu nima bu yerda zirvarlik holatda yavlan kelib qoldi. Buning sababi nima? Bu yerda mutafawwiqin mansub zivarlik yavlan kelganlik uchun. Nima ish qizivarlik alal ixtisas, xoslikqa asosan. Xoslikqa asosan mansub zivar bo'ldigan ishlar bor. Bu xoslikqa asosan zivar bo'ldi degan nim degan gap, bu munda degan gap. Ya'ni bu nahnu bilan mutafawwiqinning o'ttirusida axussu deydigan bir men xoslashtirman deydigan bir fe'l ashad ba deb qaraymiz. Masalan, buni zivar bo'ldi nima uchun desak, bu maf'ul deymiz. Nimaning maf'uli? Qani buning fe'li desak, u maf'ul fe'lning axussu degan fe'lning maf'uli. Ve hadal fi'l bu fe'l vacibul hazf. Tashlash chuqum kerak. Billa kelishga olmaydi bu fe'lni. Tashlaymiz, lekin shuni yerda ba deb taqdir qilamiz. Ya'ni nahnu axussul mutafawwiqin. Biz e'tiborimiz kim demakchi? Axussul mutafawwiqin. Utuq qozonuvchilarni. Bu yerdagi mutafawwiqin. Ya'ni axussu olsa fi'l mudari fa'ili ana mutafawwiqin maf'ulun bih zivarlik asosan deymiz. Demak, axussu degan fe'lni ba shuning uchun bu yerda maf'ullik asosan zivar qildi deymiz. Wa ya'ti al-makhsus li bayan al-maqsud bid-damir. Va keladi maxsus, ya'ni xuslangan ism damir bilan maqsad qilingan narsani bayon qilish uchun. Ya'ni nahnu desak, mushu damir bilan maqsad qilgan narsani bayon qilish uchun. Bu damir bilan biz nimani maqsad qilmoqchi? Mutafawwiqlarni maqsad qilmoqchi. Ya'ni damir bilan maqsad qilinganni bayon qilish uchun keladi. Masalan, nahnu al-muslimin la nakhafu illallah. Biz kim biz? Axussul muslimin. Musulmonlar demakchiman. Axussu degan bir fe'l boshida. Shunga bu yerda zivarlik holati bilan keldi. Nahnul muslimin la nakhafu illallah. Biz musulmonlar Allohdan boshqadan qo'rqmaymiz. Nahnu tullabal ma'hadi naskunu fi mahja'il awwal. Biz institut o'quvchilari birinchi yotoqda turamiz. Tullaba bu yerda zivar qildi. Nima uchun? Nahnu axussu degan bir fe'lniki maf'ul o'g'irlik uchun. Hadisda keldi. Inna ma'shar inna biz degan kimni maqsad? Mushu damir bilan bo'lgan maqsadni bayon qilib turdik, ha? Mushu damir bilan bo'lgan maqsadni bayon qilib turdik. Axussu ma'sharal anbiya. Ya'ni payg'ambar jamoati la nurith. Miras qo'ymaymiz. Imla il-farag fi ma ya'ti bi maxsus deydi. Maxsus bilan tuandagi bosh o'rinni to'ldiring. Munosib maxsus bilan tuandagi bosh o'rinni to'ldiring deydi. Birinchisi nahnu al-ma'had nadrusu sabahan va masa'an. Biz institutning ertagan kechda o'qiymiz deydi. Nima desak bo'lar? Albatta o'quvchi deymiz. Nahnu tullabal ma'hadi. Ya'ni axussu tullabal ma'hadi degan gap. Nahnu la nushriku bil. Nahnu al-mu'minina
La nüşriku billahi şey'a. İgzaki maşiq, temrin şefavi degan igzaki maşiq. Ya'ti kulli talib bi misal li ixtisas. Her bir o'quvchi ixtisosga bir misolni keltiradi. O'zining yurtiga nisbat berilgan ismni ishlatgan holda. Masalan, nahnul hunud, biz Hindistonliklar. Nahnul yabaniyin, nahnut turkiyin deganga o'xshash. Nahnul afariqa deganga o'xshash o'zining yurti yoki o'zining millatini desam bo'ladi. Shuni ishlatgan holda ixtisosga bir misol keladi. 11-si tuvandagi fe'llarning mudorisini keltiring. Ballaga, tavajjaha, ballaga yetkizdi, tavajjaha yuzlandi, tajassasa jasuslik qildi, ya'ni maridi, asra'a oldirdi, bazaga chiqdi. Ayning chiqishi, kunning chiqishi. 12-si hati mufrad xulafa, xulafaning birligini keltiring. Varatha mirosxo'rlarning birligini keltiring. Maashir buning birligini keltiring. Maashir degan gap ma'sharning ko'pligi, jamat degan gap. Risala, hadiqa, ahli, vafa buning ko'pligini keltiring. Risala, xat, hadiqa, bog'cha, ahli, uydagilar, oildagilar degan gap. Vafat, vafat. Ya'ni bu so'zlarningki ko'pligini keltirasizlar, bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.